Men bu mahsulotlarni men to'g'risi besh ketdim, ximikal dori ishlatgim kelmay qolgan hozir kasallarimga. Umuman. Lekin odamlar ishonmayapti o'sha narsaga. Kasal odam ham ishonmaydi. Lekin retseptga bor-ku, 20 millionlik dori yozib bering, ketadi, olib keladi. Sen bitta antilipitoid choy bilan ketazan yoki mana uni ish desangiz ko'nmaydi. Fruktazan mahsulotini so'rayapti. Shunday boringlarda hammani bolalari bor, nima nevaralari bor, nimasi bor. Shunday qaranglar, hamma bolada 100% yuzi dog' qo'shni bosib ketgan. 8 oy bo'ldi. Undan ziyodroq bo'ldi. Bitta kasalni operatsiya qildik, amdan plastika. Endi 150 kilolik keladi bu kishi. Keyin qorni olti nimasini olib tashlab, abdomen plastika qilganimizdan keyin yara bitmayapti-da, bitmadi. Endi 3 oydan beri harakat qilamiz, boshqa qilamiz, bitmaydi. Endi ena bola bo'lib qolganman, o'zi enam rohat bo'lib ketgan, haqiqatdan endi hozir o'zimni onamda shu kishi keldida shuni qilasan deyapti, men qilmayman deyapman. Endi men medikman, nima uchun qilishim kerak? Qilmayman, siz aytganingizni. Hayır ki o firmanın doğrusu ben sepamanmı deyapman-da. Yo sepasan deb turib oldi. Yo sepmayman. Ikkovimiz janjal qilamiz. Har kuni endi kasalni olganimiz bo'ladi kishi. Keyin oxir bo'lmaydi, yara yana nekrotiskiy to'qima ko'payib ketyapti-da, kengayib ketyapti, boshqa qilyapti. Fetazan bilan sitni nima bo'lsa bo'ladi, ishni qilmasa kerak. Endi sitga ham qo'yganman, qorni old devoriga. Septik 3 kundan keyin bitti. Bitgandan keyin men qoldim endi desiga. Ya o'qib nima qilishni boshladim. Internetga kirib nima qilishni boshladim. Endi biz 20 yildan beri medik bo'lib ishlaymiz. Bu yerda ishladik, Toshkentda, Vahidovda, boshqa laparoskopik xirurgiyani Pasalron rayoniga kirgizdik. Keyin kassdan bering dedim. Endi o'zim og'aylarimdan boshladim. Bolacha 3 yoshga kirgan, tish chiqmaydi. Kalsiyni bering dedim, kalsiyni berdi. Kalsiyni ichirganimizdan keyin 15 kundan keyin tish chiqib, kallalari teshib, bunday bo'lyapti, joyiga keldik, bunday bo'ldi. Endi men har kun hayron qolyapman bu narsani, mahsulotga o'zim ma'qul. Keyin o'zim og'ir formada Covid bo'ldim. Shu enamni oldiga keldimda, ko'p qatnasha olmadim, darslaringizga uzrlik kechirasiz, bora olmadim boshqa. Men уже yura olmay qoldim. Kompüter tomografiya qildim, yurolmay qolganda endi bolalarim bittasi Minusda o'qiydi, o'g'lim Minusga kirdi. Bittasi tarix Finlandiyaga kirdi. Shu bolalar o'zining mehnati bilan o'zlari suyab chiqyapti-da, yurolmayapti. Aholim juda og'irlashib qoldi. Mahsulot ichmayapti. Ortopedda nimasini olaman, nishini olyapman, boshqa qilyapman. Bir 40 millionlar ketdi 2 oyda. Natijasi yo'q, yura olmayman, o'tira olmayman joyimda. Keyin mahsulotlar ishni boshladim. Kompüter tomografiya qildim. Третий, четвертый степень коксартроз, и второй степень колено artroz. İçişi boshladim, nima qilib. Xudoga men qatla shukr, hozir ham ichyapman, yana endi kuchaytirilgan holda ichyapman. Dozani oshirib. Bir 3 kun oldin kompyuterlar hozir esimdan chiqibdi, olib kelib ko'rsatardim, mediklar bo'lsa nima qiladi. Hozir endi ikkinchi stepen dedi. Men o'zim ko'ramanda, u stepenni o'zimga yaxshi tushunaman-ku. Keyin yana internetdan boshqadan nimani boshladim, ustozlardan so'rashni boshladim, nima qilib. Xudoga men qatla shukr, men og'riqlarim yo'qoldi, turib, yurib, boshqa qilib. Bitta kasallik emas, men kratchini bilan kasalimga berib ko'rdim. Ostriy kratchini 12 barmoq ichakda yara. Ostriy kratchini bilan kasalimiz keldi. Fegides qildikda keyin koagulyatsiya qildik birdan keyin. Bittasini olib qola olmadik, Sanat opa biladi, endi juda qon ko'p ketgan ekan, birdan keyin bu mahsulotni berishga hech qilmadim. Bittasini shuni qon to'xtatgandan keyin birdaniga men xetazan berishni boshladim. 10 kundan keyin, 15 kundan keyin qayta tushiryapmiz, yara yo'q. Hozir bitta kasalimga nazarchini beryapman, hozir birgalikda yuring dedim, sizlar eshitasiz, bizlar nimamizni bir xillar ishonmaydi, haqiqatdan kirib kelib o'zini sog'lig'ini bilamayapti. Jigar distrofiyasi, yog' bosibdi, diagnoz bizlarda aytadi-ku, gepatoz, o'sha yog' bosibdi, boshqa qiyin. Hozir siz nimangizni bir tinglasin dedim, keyin men bu kishiga birinchi navbatda antilipitoid choy bilan xetazanni bermoqchiman.
ko'p kasallarimga operatsiya oldi, operatsiyadan keyin ko'p kasallarimga endi bizlarda og'ir operatsiyalar faqat Toshkentda bo'ladi deb o'ylaysizlar, boshqa joyda bo'ladi deb o'ylaysizlar. Bu yerda Xudoga ming qatla shukr, Pastdarg'om rayonida ham juda katta nimalarni yo'lga qo'ydik. Uni San'at opa biladi. Kuniga hozir ham operatsiyani tashlab chiqib kelyapman. Endi opamni ko'rmaganman, yana gap eshitib qolmayman, kutib o'tiribdi. Bari nima qilyapmiz? Mana bu mahsulotlarni men to'g'risi Bishkentdan ximikat dori ishlatgim kelmay qolgan hozir kasallarimga. Umuman. Lekin odamlar ishonmayapti o'sha narsaga. Kasal odam ham ishonmaydi. Lekin retseptga bor-ku, 20 millionlik dori yozib bering, ketadi, olib keladi. Sen bitta antilikvidoy choy bilan ketasan yoki mana uni ish desangiz ko'nmaydi. Fruktazan mahsulotini ko'ryapti. Shunday boringlarda hammani bolalari bor, nevaralari bor, nimasi bor. Shunday qaranglar, hamma bo'ladi 100% yuzi dog' qo'shni bosib ketgan. O'zimni nevaralarimga kelib ko'rdim. Shu fruktazandan boshqa qilib nima qilib. Shu bitta lechini oladi, yo'q bo'lib ketadi. Lekin bitta oilada bir 5-6 ta bola bo'ladigan bo'lsa, hammasiga birdaniga berish kerak. Bittasiga bittasiga bermasangiz, 10 kundan keyin unisiga ham nima bo'ladi. Bizlar haqiqatan mana shu nimada ishlagandan, boshqa qilgandan juda xursandman. Yana ham rivojlanishini xohlayman. Xalqimizni umri uzoq bo'lishini xohlayman. Nima uchun Yaponiyada o'rtacha yosh 80 yosh hisoblanadi. Yana bitta qaysi davlatda 80 yosh hisoblanadi. Bizlarda o'rtacha yoshimiz necha yosh? Yo'q. Hozir men aytib bersam, yuraklaring hovuchlab qolasizlar-da. Shu yoshda to'xtab qolgan. Yaponiyada yeydigan mahsulotini hammasi dengiz nimasi. Xetazan dedi-ku, faqat xetazan yeydi ular. Shuning uchun ham 80 ga kiryapti. Rahmat, endi kamchilik bo'lgan bo'lsa, bizani faoliyatga qiziqib ishonmagan bo'lsangiz ham o'zimizni boshimiz bilan o'tgan, lekin mana ishonib, bir ham sinovdan o'tkazib, mana o'zingiz ayniqsa ichganligiga juda ham xursandman, chunki ular mediklar boshqa aholiga nisbatan yana ham kamroq yashar ekan, lekin men juda ham xohlayman, avvalo Alloh qolaversa shu korporatsiya orqali mediklarimiz ham yosharib, go'zal bo'lib, sog'lom bo'lib, mana haqiqiy patsientlarga namuna bo'lishlarini xohlayman. Rahmat. Men og'riqni sezib ichmay qo'ydim. Boshda ichishni boshladim. Travma 2 marta Alloh asragan. Men shu travma natijasida keyin akam rahmat bo'lgandan keyin ishimni tashlaganman. Samarqandda ishlagan davrimda. Keyin bir 5 yildan keyin yana ishimni xirurgiyani davom qildirganman. Undan keyin Toshkent Vahidovga ketib o'qib, laparoskopiyani olib kelganman. Choy bilan nimani ichishni boshlagan paytim 2 marta juda og'ir travma komada yotganman, to'xtagan. Juda kuchli og'riq berdi. Juda kuchli og'riq bergandan keyin men mahsulotni yoqtirmadim-da. Endi chertomozgoy travma oldim. Lekin keyin yana maslahat olib nima qilgandan keyin davom qildirayim, yaxshi bo'ladi degandan keyin 10 kundan keyin Xudoga ming qatla shukr. Bo'yimda grijam meniki umuman qisib qolardi. Men kallamda уже enseropatiya berildi. Kallamga distrofiya, enseropatiya deydi. U narsa meditsinskiy qurish, keyin nervlar nimasi, siz nerv patolog sifatida mana o'zimizni kallaga shu yerda doktorlar ham asta-asta kirib kelyapti. Kuchli og'riqdan keyin yengillashish. Xudoga ming qatla shukr, uyqum ham yaxshi. Uxlay olmasdim. Hammasi joy-joyiga tushib ketadi. Bu narsani reklama emas. Men tavsiya berib yoki boshqa qilib shu narsani nima qilyapmiz? Haqiqatan insoniyat, odamzod, Alloh shunday aytar ekanki, mana odam otani momo havodan 2 ta bolasi bo'lgan. Qobil va Qobil. Qobildan bo'lgani azaldan mana u odamzod o'lganda ham ko'mishi shu Qobil ahmoqlik qilib ukasini o'ldirgandan keyin ko'mishi bilmay turganda shu qarg'alarni kelib qarg'alar o'rgatgan ekan-da, shunday hammamiz bir aka ukamiz. Bir sinovli dunyoda haqiqatan uzoqroq yashashga va harakat qilish kerak. Har bir kunimiz, har bir daqiqamiz o'zi bir go'zallik. G'animat boshqa Tibet mahsulotida, Tibet, shu Tianshan Tibetda odamlar 200-250 yil yashaydi. 250 yil yashash kerak emas. Bizlar ham O'zbekistonda xalqimizni shunday kiritib, mana shu mahsulotlarni ichib, boshqa qilib go'zallik hayotda bir
nimasini kirgizib, hech bo'lmasa o'rtacha yoshimizni nimamizni 80 yoshga kirgizib olsak yoki mana yosh bolalarimizga shu narsalarni mahsulotlarni bersak, nima uchun chiqmaydi? Oldin chiqqan-ku, hozir prezidentimiz ham aytadi. Masalan, Ibn Sino chiqqan, nima Ulug'bek chiqqan, boshqa chiqqan, hammasi o'zbeklardan chiqqan. Yevropadan chiqmagan ular. Rahmat so'z berganingiz uchun.